Assalomu alaykum kichik do'stlar. Bugungi o'qiydigan kitobimizning ismi Mehribon ayiq. Bu kitobning avtori Claire Friedman. Rasmini chizguvchi Karvin Scotter. Tarjima qilguvchi Maryamxon Noyib. Siz qayg'urganda, yolg'izlik his qilganda, tushkunlashganda, ma'yuslanganda hargiz ansirmang. Söyümlük mehribon ayiq har vaqt sizning yoningizda hozir bo'ladi. Mehribon ayiq har vaqt siz bilan birga. O sizni quchoqlab xushallik ato qiladi. Barliq qayg'ularingizni unutildirdi. Mushuk ayiqchoq to'satdan yiqilib ketibdi. Uning put-qo'llari og'ribdi. O'zimi qo'rqib ketibdi. Uningga kim tasalli berar? Ansirmayli. Mehribon ayiq serilma kanka bilan uchiqqandek yetib keldi. O mushuk ayiqni bir quchoqlabla uningdagi qo'rqinchni yo'qotdi. Bichora kichik pingvin do'stlaridan ayrilib qopdi. U xuddi yolg'iz qolgandek, dunyoning yiroq joylarida o'zi yolg'iz, tanho yashayotgandek his qildi. Qanchalik yiroq bo'lsa-mu, mehribon ayiq "Mana men" deb yetib keldi. Bir quchoqlash bilan pingvin illiqlik his qildi. Shir ham baslik, ham yirtqich bo'lg'achqa, barliq hayvonlar uningdan qo'rqidi ekan. Hech kim bu shirni quchoqlashga jur'at qila olmaydi ekan. Shunglashqa shir har kuni parishon yuridi ekan. Mehribon ayiq shirni hech qancha qo'rqinchli emas ekan deb biladi ekan. U hammaylar mehrga ehtiyojli, shirmu ham shundoq deydi ekan. Qaranglar, mehribon ayiq mundaqli bir quchoqlab qo'ydi, shir xushalligidan kulib ketdi. Toshqanchaqmi bir quchoqlashga intizor ekan. U sakrab kelib o'zini mehribon ayiqning qo'yniga etibdi. Mehribon ayiqning qo'yni ham illiq, ham yumshoq bo'lib, toshqanchaq intayin huzur his qildi. "Bak yaxshi bo'ldi. Mehribon ayiq bilan birga bo'ldim. Siz karkidondek cho'ng bo'lsingizmi, chashqandek kichik bo'lsingizmi, yoki zirofidek egiz bo'lsingizmi, hech qisi yo'q. Mehribon ayiq, men har kimni mehrli quchoqlay olayman" debdi. Mehribon ayiq, dunyo mehr bilan to'lgan. Mehribonlik sizga nurg'un do'st ato qiladi. Kunlaringiz xushallik ichida o'tadi. Quchoqlash bek oddiy. Faqat g'ulchingizni kerib, do'stlaringizni chin quchoqlasangiz bo'ladi, debdi. Hozir quchoqlashni bilib oldingiz. Undaqda siz qanday qilay deysiz? Ha, to'g'ri. Tezlikda g'ulchingizni echib, siz yaxshi ko'rgan kishini quchoqlang. Ishoningki, ularmi sizni mehr bilan quchoqlaydi. Kichik do'stlar, mushtabning o'zida opanglarni va dadanglarni chin quchoqlab qo'yamsizlar. Rahmat sizlarga.